Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz mahalladoshlar, hurmatli Ohangaron shahri aholisi. Barchangizni bugungi fayzli va qutlug' tadbirimizda ko'rib turganimizdan behad mamnunmiz. Bugun biz Bo'ston hamda Guliston mahallasida amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari, xususan yangi O'zbekiston qiyofasiga mos zamonaviy muhit yaratish, hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlariga bag'ishlangan tadbirda jam bo'ldik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, Ohangaron ahli. Avvalambor xush kelibsizlar. Shu zamin bugungi kundagi olib borayotgan tadbirimiz bir ko'lamlik harakatlarimiz amalga oshirilmoqda. Hurmatli yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, yashil makon, yashil hududlarni rivojlantirish, obodonlashtirish, aholiga keng qulayliklar yaratish maqsadida bugungi kunda biz Bo'ston va Guliston mahallalarida amaliy ishlarni tadbirlarni amalga oshiryapmiz. Yashil zamin loyihasi tadbirini mana Toshkent viloyatida Ohangaron shahrida belgilab, bugungi kunda shuni amalga oshirishda barcha shu yerda yoshlarimiz, nuroniylarimiz, faollarimiz hammamiz birgalikda tayyor turibmiz. Shahrimizga ko'z tegmasin, aholi uchun qilayotgan ishlarimiz hammasi qulaylik yaratish maqsadida amalga oshsin. Yana oldimizda turgan rejalarimiz yil yakunigacha barcha ishlarni amalga oshirib, hurmatli yurtboshimizning oldida hamma berayotgan topshiriqlarni so'zsiz bajarib, men bilan birgalikda rahbarlarimiz, faollarimizga men sihat salomatlik tilab qolaman. Shu qilayotgan ishlar yoshlarimizga, yosh avlodga Xudo xolisa yashil zamin bo'lib, daraxtlarimizning uni bosishida o'zimiz shu yerda bosh-qosh bo'lib xizmat qilib yurish hammamizga nasib qilsin. Xush kelibsizlar, sog' salomat bo'linglar. Ekishni boshlashga ruxsat bersanglar, ikki og'iz shu nuroniylarimizdan ikki og'iz bir yaxshi duolar olib keyin ekish ishlarini boshlaymiz. Rahmat ko'tagan. Shahar azaldan o'zi go'zal shahar. Mana bu bugungi ekiladigan daraxtlar yana go'zallikni o'zimizda ko'paytirishi ko'rsatadi. Biz shu prezidentimizni juda katta minnatdormiz. Siz matonat timsoli yuksaklikka yo'l ochgan. Ummatning saidasi elga nurli is sochgan. Ilm yo'lida porloq, kelajak yo'lboshchimiz. Ilm, ziyo, taraqqiyot shioringizdir har on. Sizday fidoi bilan yuksalar yangi O'zbekiston.